محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، yana her bir qarindoshlarga qarasak, birodarlar, bu qarindoshlarımızın çoğu 36 yaş olsa, kichigi 20 yaş. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ibadetinde toplangan bir top yaş yigitler inşallah. Şu 18 yaştan ütep ketkenden tartib 40 yaşga qolgacha yigit hesaplanadi birodarlar. Mana mushi dever qanday vaqt qarasanglar Rasul sallallohu alayhi vasallamning ayg'ishlari qaranglar. Mana mushi yosh topsizlar. Ko'pinchisini. Yani ko'pincha jihad maydoniga qaranglar, mushi yosh topsizlar. Demak, mana bu Allohning bergan bir ne'mati. Yani bu yoshlar Allah Subhanahu wa Ta'ala İbrahim Aleyhisselam'ның qissasini bayon qilgan vaqtda, yani İbrahim Aleyhisselam butlarning butlarini chiqarib o'tgandan keyin cho'ng butning bo'yniga paltar ekib qo'ydi. Shu vaqtda boshqalar kelib qarasa butlar chiqilgan. Endi kim buni qildi? degan vaqt ular aytdiki, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Aytdiki, biz bir yigit, ular aytdiki, biz bir yigitning, yani İbrahim deydigan bir yigitning bularni tilovat qilgan, bularni tilga olganligini anglagan dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo yigit deb atadi beradi. Ashabul Kahf, yana bular ayni vaqtda zalim podshohning oldida turib, shular oxiratni unutib ketgan, Allohning tirildirishiga iymon etishga yana ojizlab ketgan bir zamonda Alloh subhanahu va taolo shu qavmning cho'nglarining avlatlaridan bir turkum yoshlarni maydonga chiqarib qo'ydi birodar. Mana bularning hammasi yosh yigit deydi. Hammasi yosh yigit deydi. Yana 18 yoshdan 40 yoshga o'tirsa deydi birodarlar. Demak, mana mushi yosh. Agar Alloh subhanahu va taolo ne'mat qilib bergan bo'lsa, har bir qarindoshlarga shukr etadigan yosh birodarlar. Rasul sallallohu alayhi vasallam sahobalarining ichida Rasul sallallohu alayhi vasallam 40 yoshda vahiy kelgan. Vahiy kelgan vaqtda iymon etgan Abu Bakr Siddiq 38 yoshda birodarlar. Ali radhiyallohu anhu kichik yosh bola edi. Osman ibn Affan yosh yigitdi. Umar ibn Xattob yosh yigitdi. Abu Ubaydah ibn Jarrah yosh yigitdi. Said ibn Abu Waqqas yosh yigitdi. Abdurrahman ibn Avf yosh yigitdi. Hatta Talhat ibn Ubaydullah qaran yosh yigitdi. Endi Zubayr ibn Avvam kichik bola edi. Demak, ko'pincha yoshlik birodarlar. Yani yoshlarning shariat tutilgan o'rni çok muhim. Allah subhanahu wa ta'ala yani o'zining payg'ambarining orqali bayon qilgan o'zining qiyomat kuni o'zining soyasi ostida soyasiga 7 kishining birisi shabun nasha'ati ibodatillah. Allohning ibodatida o'sgan yosh yigit. Yani qiyomat kuni soya yo'q. Quyosh 1 mil miqdorda kishining beshiga ketib turgan vaqt. Bütün insonlar taligan. Hatta ba'sining hushiga kelgan, ba'sining tiziga kelgan, ba'sining bilik kelgan, ba'sining og'ziga jugan saqan shunday bir holat. Bu kunning uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan bir kun birodar. İnsanlar qufatan, uratan, g'urla shunday holatga yig'ilgan. Yalang yoq, beshi uchuq, hatta xatmi qilingan holatga yig'ilgan shunday bir kun. Shu kunda Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetiga erişip erişten tegib saylaydigan 7 kishi var birodarlar. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 kishi var. Allah subhanahu wa ta'ala qiyomat kuni o'zining soyasiz saylaydigan 7 kishi var. Bu 7 kishining birisi shabun nasha'ati ibodatillah. Allohning ibodatida o'sgan yigit birodarlar. Şu kunda saylaydigan kishi Allohning ibodatida o'sgan yigit. Demak, Alloh subhanahu va taolo mushu yo'lga bizning yosh holatimizni tanlagan bo'lsa, birodarlar, bizning mush yeshimizni tanlagan bo'lsa, yigitligimizni tanlagan bo'lsa, Allohga shukr etili birodarlar. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo xolasa Allohning ibodatida o'sgan inshaalloh yigitlar qatoridan bo'lamiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining erishgan tegib saytadigan yeni yigitlarning qatoridan inshaalloh qilsin. Yana bu yerda qari kishilarning diniga qaytishi, qari kishilarning taqvo bo'lib ketishi yaxshi.
Lekin yoshlardan qaytsa ko'proq yaxshi bo'ladi. Yoshlardan qaytsa ko'proq yaxshi bo'ladi. Chunki qirikishlarda endi ajal yaqinlashib qoldi. Uningda o'zining ilgari o'zini qistaydigan ba'zi bir kuchlar, shahvat kuchi, nafsoniy kuchi yo'qoldi, kesildi buning. Asta o'zligidan taqvolab qoladi. Lekin yoshlarda-chi birodarlar, hammani tayyor turgan holatda shuni tashlab Allohning ibodatiga o'tgan bo'lsa, inshaalloh bu Allohning bergan ne'mati birodar. Allohning tanlashi birodar. Ya'ni bu yoshda alhamdulillah o'zining yana bo'libmi jihad maydoniga kelgan qarindoshlarimiz o'zining hayotini mush Allohning yo'liga atab kelgan qarindoshlar inshaalloh Allohning ibodatida o'sgan yigitlardan bo'ladi. Ya'ni shu qarindoshlarga qilgan tavsiyamiz Allohning rahmati bilan xush bo'ling birodarlar. Allohning bergan ne'mati bilan xush bisharat eling. Allohning ne'matiga shukr qiling. Shu yoshingizda Alloh subhanahu va taolo sizga o'xshash bolalar boshqa bir narsaning g'amida yurgan vaqtda, dunyo g'amida yurgan vaqtda, hatto u g'amni kimlar o'zining oddiy bir kishilik yana havasi bilan yurgan vaqtda yoki o'ziga munosib keladigan kiyim izlab yurgan vaqtda, yoki bir kas izlab yurgan vaqtda bazan-baza Alloh subhanahu va taolo har bir qarindoshni o'zining dinining g'amini yeydigan, ummatning g'amini yeydigan kishilar qilib tanlabdi birodarlar. Bu Allohning ne'mati birodarlar. Buning Allohga shukr etish kerak. Bu ne'matga Allohga shukr etish kerak birodarlar. Bu yerda biz shukr etadigan ne'mat birinchi Alloh subhanahu va taolo shunday qilib tanlabdi. Hem Alloh subhanahu va taolo iymonni bergandan keyin bizni hijrat ne'matiga muvaffaq qildi birodarlar. Yana hijrat ne'mati Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlarini tanlagan yo'l. Hijrat Nuh alayhisalom o'zining qavmini olib kemada chiqib ketdi, o'z yurtidan. Undan keyin qarasanglar, İbrahim alayhisalom ayolini chiqib ketdi birodarlar. Sarani olib chiqib ketdi. O'zi bilan boshqa kishi yo'qdi. Ailesini birinchi hijrat qilgan kishi İbrahim alayhisalomdi. İbrahim alayhisalom ailesiga chiqib ketdi. Musa alayhisalom qavmini chiqib ketdi. İsa alayhisalom qo'g'landi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo osmonga ko'tarib chiqdi. Undan boshqa Rasul sallallohu alayhi vasallam hijrati, sahobalarning hijrati hammaligida. Demak Alloh subhanahu va taolo undan keyin ikkinchi ne'mat o'zining hijrat ne'matini berdi birodarlar. Hijrat ne'mati. Kimki uyidan Allohning rasulida chiqqan bo'lsa, agar shu yo'lda buning ajal kelgan bo'lsa, inshaalloh faqat vaqa ajruhu alalloh. Buning ajri Alloh subhanahu va taologa. Meni bu kishi otning uzangisiga putini qo'yib turib vafot ketgan bo'lsin. Meni bu kishi qatnashlar vafot ketgan bo'lsin. Meni bu kishi chayanchoqlar vafot ketgan bo'lsin. Meni bu kishi kasal karvatida yetib vafot ketgan bo'lsin. Meni bu kishi jangda shehidlab ketgan bo'lsin. Ajri Alloh. Mana shu ne'matga tanlabdi birodarlar. Shu hijrat ne'matiga tanlabdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini tanlagan yo'l birodarlar. Payg'ambarga bergan yo'l. Shu hijrat ne'matini Alloh subhanahu va taolo istak bizga beribdi birodarlar. Agar mujohid, agar muhojir shu yo'lda vafot bo'lib ketsa, buning asli juti bilan shu hijrat qilgan joyining o'ttirisi o'lchiriladi. Shu orliqqa qarab turib ajr beriladi birodarlar. Yana bir xo'sh bisharat elanglar. Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zining bir hadisda, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda, qiyomat kuni shunda bir to'p kishilar keladi dedi. Bu kishilar jannatning darvozasidan chiqadi. Ya'ni kishilar hisob berayotgan vaqtda jannatning darvozasidan chiqadi. Jannatga muakkal farishta aytadi. Sizlar hisob berdinglarmi deydi. Degan vaqt bo'lib biz nimaga hisob beramiz deydi. Nimaga hisob beramiz deydi. Aytadiki sizlar dunyoda qanday yashagan deydi. Bular aytadiki biz dunyoda qilishlarimiz nurimizga tashlangan holatda muhojirlar yashadik. Bular aytadiki jannatga kiringlar deydi. Jannatda orom oladi. 40 yil buni orom oladi. Bu vaqt kishilar hisob maydonida hisob berayotgan deydi. Alloh subhanahu va taolo shu ne'matni tanladi beradi. Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zining yana bir hadisida jannatga birinchi ulab kiradiganlarni bayon qilgan vaqtda g'arib muhojirlar dedi birodarlar. Yamutuna va hajatuhum fi qulubihim. Buna vafot etdi. Hojatlar qalblarida qolib qoladi. Nurg'unlarning hojatlari ado bo'lmaydi birodarlar. Mana mushul jannatga birinchi ulab kiradiganlar dedi. Xush bisharat e'lon qiladi. Alloh subhanahu va taolo ana shu ne'matni tanlabdi birodarlar. Ana shu hijratni tanlabdi. Ya'ni iymonning ikkinchi yo'li bo'lgan
şu hicret tanlaptı birodarlar. Demek Allah subhanahu wa ta'ala benzilerini tanlasa bunun kalplerine qarab tanlaydı birodarlar. Bunun namına qarab tanlamaydı. Bunun diplomaga qarab tanlamaydı. Yoki bunun ismiga qarab tanlamaydı. Shekliga qarab tanlamaydı. Qalbiga qarab tanlaydı birodarlar. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining payg'ambarini shunda tanladi. Ebu Bekir'ni shunda tanladi. Umarni shunda tanladi birodarlar. Agar Allah subhanahu wa ta'ala her birimizni shunda tanlagan bo'lsa, haqiqatan Allohga shukr etishlik kerak. Allah subhanahu wa ta'ala bu nimetden keyin ikkinchi bir ni'mati birodarlar. Bugungi kunda biz bayam azroq so'zlab o'tgandek, yana jihad degan ufqon oddiy kishilarning qilmisini emas, hatto ulamolarning qilmisini qo'shib ketdi. Ba'zi kishilarning oldida jihad degan so'zni tilg'asangiz, ajablanib qoladigan bir kunda, yana kishilarning qilmisini o'chib ketgan, kitoblarning batlaridan o'chib ketgan, xutbalardan o'chib ketgan birodarlar, masjidlardan o'chib ketgan bir kunda Alloh subhanahu va taolo ana shu ibodatni qilishga bizni tanlabdi birodarlar. Endi o'chib ketgan bu so'z. Hatto kishilar xuddi bir yengillikdek sezadi. Yeni bir narsani anglayotgandek sezadi. Xuddi bu gapni biz keltirib chiqargandek. Xalqning arifi biz tartib xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zi qilmagandek. Rasul sallallohu alayhi vasallam hayotida 50 ne chiqishni aytgan birodarlar. 50 ne chiqishni aytgan Rasul sallallohu alayhi vasallam birodarlar. Xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallam qilmagandek. Sahobaning qandagining bir fazilatiga qarasangiz, yana buning fazilatiningki, yani jihad bayon qilmaydigani yo'q. Ha? Jihad sibirib turgan shu fazilat bayon qilinmaydigani yo'q birodarlar. Sahobaning ko'pisi shaytonlab o'lgan birodarlar, shayton qilmagan. Demak, mana shunday jihad, shunday ibodat, lekin shu ibodat zikr qilinsa, bugungi kunda insonlar ajablanib qoladigan bir kun. Mana shu kunda Alloh subhanahu va taolo sizlar bizni shu ibodatga tanlabdi birodarlar. Shu ibodatni turg'izdigan shu ibodatni yana ado qilishga tanlabdi birodarlar. Nurg'un insonlar bundan mahrum. Nurg'un insonlar bundan mahrum qoldi. Biz ilgirki vaqtida Rasul sallallohu alayhi vasallam siratini o'qib qolsak, yoki tarixda o'tgan mujohidlarning qissalarini o'qib qolsak, qancha arzu qilgan bo'lgandik. Men shundan qatorda o'qib qolsam-chi deb, ha? Yani shundan qatorda o'qib qolgan bo'lsam-chi, men shundan qatorda o'qib qolsam-chi deb. Biling Alloh sizni shundan qatorda qildi degan birodarlar. Alloh sizni shundan qatorda qildi inshaalloh. Mumkin sizning keyin kelganlar mana shuni arzu qilib qolish mumkin. Men shularning qatorida o'qib qolsam-chi deb. Arzu qiladi. Chuqur arzu qiladi birodarlar. Esib shunda bir kunda butun dunyo kofirlari Rasul sallallohu alayhi vasallam xabar bergandek, taraf-tarafdan qo'l suzab, xuddi qochidagi tomoq qo'lini suzgandek, shunda qo'l tashlaydigan vaqtda, insonlar bu yordamsiz tashlab qo'ygan vaqtda, islom ummatidan bo'lgan murtadlar, kofirlar bo'lib qarshi chiqqan vaqtda, bunga bir zulmni tepilmayotgan vaqtda, boshliqdagi bir joy tepilmayotgan vaqtda, butun dunyo kofirlar mushuna qo'rshab kelgan vaqtda, shularga qarshi turgan shu kishilarning qatorida ismen bo'lib qolsam-chi deb arzu qiladi birodarlar. Arzu qiladi birodarlar. Bu arzu qiladigan bir kun. Bu arzu qiladi bu kun birodarlar. Mushunda eg'irchilik kunda, yana din uchun, dinning nusrat uchun turishdan ayrilib qolgan kishi albatta bir kun kechikkaniga bir kun pushaymon yedi birodarlar. Bir kun kechikkaniga bir kun pushaymon yeydigan kun ma bilaman. Mana shunda maydonda Alloh subhanahu va taolo bizni qildi birodarlar. Yani Allah yine şu karvandan bizni arıp koymakta birodarlar. Bu karvan yani biz kıstırıp emas, belki tanışıp isilip mağadığan karvan birodarlar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge hacı yok. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dininin bizge hacı yok birodarlar. Bizde kişi hacı yok. Eğer biz yüzümüz öğretsek, eğer biz akımızı karaydıgan bolsak, Allah subhanahu wa ta'ala şunda bir kavmini keltirdi birodarlar. Sümme la yekunu emsalakum. Ular sizlerge okşaş bulmaydı dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bizge hacı yok. Belki bizden hacetimiz var birodar. Belki Allah'ın diniga bizden hacetimiz var. Allah'ın cennetiga bizden hacetimiz var. Allah'ın faziletiga bizden hacetimiz var birodar. Şunu sezinglar ki bu jihad mana bugungi kunda biz turayotgan jihad. Mana bu ni'mat birodarlar. Sezgan kishi sezadi, sezmagan qalb sezmaydi. Bu ni'mat. Allah subhanahu wa ta'alaning bizni bugungi kunda mishada hozir qilishi ni'mat birodarlar. Nurg'un kishilar yana bundan mahrum qoldi. Hatto nurg'un kishilar
o'ylayolmaydigan qalb bezib qoldi birodarlar. Hatto qalbi o'ylabmi boqmaydigan bo'lib qoldi. Dunyoning nurg'un fitnalari bilan, nurg'un o'zini qiyinchiliklar bilan qiynaydigan bu. Lekin o'ylayolmaydi. Qalbiga kelib qolmaydi ba'zi kishilar. Ba'zi kishilar o'ylashim yetenmaydi birodarlar. Lekin Alloh subhanahu va taolo bilan bizni mush maydonda qildi. Yani bugünkidek kunda Allah subhanahu wa ta'ala bilen bizni mush maydonda qildi. Tarixga qarang. Musulmonlar tarixiga qarab turib birodarlar. Ilgirki tarixda yoki ma'lum bir davlat bilan bir davlat urushgan, ma'lum bir kufr davlat bilan musulmonlar davlat urushgan, yoki musulmonlarning beshida xalifa bo'lgan, yoki musulmonlarning beshida sulton bo'lgan, yoki musulmonlar yana bir zimini bo'lgan. Lekin bugünkidek holat, butun kafir hammasi yana bir yandan qo'l chiqaradigan bunday holat tarix ko'rmaysiz. Musulmonlarga ziminli yo'q holatni tarix ko'rmaysiz birodarlar. Hatto murtadlar ham buna qarshi qo'ygan. Bunday holatni tarix ko'rmaysiz. Mana shu kunda inshaalloh, mana shu kunda Alloh bizni qilganlikka shuni bilinglar birodarlar, kechikib qolganlar mana shu kundan bir kun kechikkiniga, bir hafta kechikkiniga cho'qim pushaymon yedi birodarlar. Hasratlanadigan kun birodarlar. Shunga mana ni'matdan qadrini bilinglar. Mumkin qanchalagan qarindoshlar emas, ilg'in nurg'un qalbida nurg'un arzu umidini tutgan bo'lg'it qalbiga. Nurg'un Allohga va'dini bergan bo'lg'it birodarlar. Agar Alloh meni shu zaman yetkizsa, shu kunni qildigan bo'lsa, bunda qilatdim, anda qilatdim deb va'dini tutgan bo'lg'it qalbiga. Nurg'un arzuni tutgan bo'lg'it birodarlar. Mana Alloh yetkizdi birodarlar. Shayton sizni kuchib ko'rsatmasin. Mana Alloh yetkizdi birodarlar. Alloh endi siz yani qalbingizga, va'dingizga vafo qiling birodarlar. Allohdan mana karvandan ayrılıp kalıştın, yani ayrılıp kalıştın para qiling birodarlar. Allohning bizga hojati yo'q. Agar Alloh taqdisinki, agar biz keynimizga o'rnilgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning bizga hojati yo'q birodarlar. Bizdan yaxshini Alloh keltirib qo'ydi birodarlar. Balki biz hojat. Yani shu kunda Allohning dinini tikliguvchilarning qatoridan bo'lib qolsak. Mushunda kunda Allohning jihad ibodatini qilguvchilardan bo'lib qolsak. Mana bugünkidek kunda Alloh uchun o'zimizni, yani atab chiqqanlarning qatoridan bo'lib qolgan bo'lsak, bu ne'mat birodarlar. Shundan hazar qilingki, bu bir ne'mat. Siz ne'matning ustida turibsiz. Allohga shukr qiling birinchisi. Qachonki Allohga shukr qilsangiz, Alloh ne'matni ziyoda qilib turadi. Yani hazar qilingki, bu ne'matdan ayrilib qolishdan birodarlar. Alloh saqlasinki, Alloh qalblarni tusab qo'yishdi. Bu ne'matdan ayrilib, qalblarning tusilib qolishidan birodarlar. Yana bundan hazar qiling. Sahobalarning qanchasi Badr g'azotida qarshi qatnashamadi birodarlar? Badr g'azotida qatnashamadi. Lekin masalan, qatnashamaganlardan Anas ibn Nazir Badr g'azotida qatnashamadi birodarlar. Shu qaytib kelgan vaqt aytdiki, "Ya Rasululloh, Alloh meni musulmonlarni birinchi qatim g'alabaga erishtirgan shu g'azotdan meni tusab qopti" dedi. Hasratlandi birodarlar. Agar Alloh shunday bir g'azotga meni uchrashtirgan bo'lsa, mening nima qilganimni Alloh ko'rsatib qo'ydi. Demak, shundan qilib qolgan hasrat chekdi. Hasrat chekdi birodarlar. Alloh xohlagan bandalarni tanlagan. Demak, bugun shunday kun inshaalloh. Qilib qolganlar hasrat chekdi birodarlar. Yoki dunyoda hasrat chekdi, yoki qiyomat kuni hasrat chekdi birodarlar. Shuni hazar qiling. Alloh sizni shu yerga qadamingizni bostirgandan keyin şeyden qadamingizdan qiynab ketishidan birodarlar. Hazar qiling. Yani bu cihad, bu ibadetlerinin en üstüne. Zurvat-ı sanamil İslam, İslam'ın en üstün çukusu. Çukuğa çıkan kişi, rast, üstün, bütün yan yakşı görüyor. Lekin nimeden nazar kılış gerek birodarlar? Jıkılıp ketse başka jıkılgan okşamaydı. Jıkılsa pes küçük gidiyor birodarlar, hangi küçük gidiyor? Şunundan nazar kılan birodar. Birinci yolap aldı bilen, yüzümüzge tileyimiz, yüzümüzge sabatlık tileyimiz. Mana shundan hazar qiling. Siz bir to'qo'ni ustidagi kishisiz birodar. Alloh xohlab ibodatlarni ustun kishisiz inshaalloh. Hamma tarafni yaxshi ko'rsiz, lekin yiqilsangiz hanga tushib ketasiz. Mana shunga Alloh subhanahu va taoladan shu
şunu tileymiz birodar. Allohdan sabatlıqni tileymiz birodar. Buningdan ayrılıp qalishdan hazır so'raymiz birodar. Yine panoh so'raymiz Alloh subhanahu va taolo. Demek Allah subhanahu va taolo shu yashimizda, shunday yoshligimizda bizning o'ynab yuradigan, xiyolsiz yuradigan shunday vaqtimizda Alloh bizga buni berdi. Nechilarimiz o'ylab taqini birodarlar, bugünkidek masalan din g'imida o'ltiribdimiz. Ummatni g'imida o'ltiribdimiz. Jannatni xiyol qilib o'ltiribdimiz. Agar boshqa yerda bo'lgan bo'lsak, nima ishlar o'ltiribdik birodarlar? Nima ish qilayotgan bo'libdik hozir birodarlar? Nechimiz o'zimiz tuzib kirayotgan bo'libdik? Nechimiz hech foydalanmaydigan bir ishlar mashg'ul bo'layotgan bo'libdik birodarlar? Alloh subhanahu va taolo shunda bir paslikdan qutuldiribdi birodarlar. Alloh siz hergiz sizning aqlingizni qilib qolgan, qoldirib qo'ygan dunyolaringizdan o'kinmang birodar. Qoldirib ketgan, masalan, tijoratingizdan o'kinmang birodar. Qoldirib ketgan yurtlaringizdan o'kinmang birodar. Qoldirib ketgan maktablaringizdan o'kinmang. Allah shu bilan bir hadisda bilan Allohning rasuli shunday aytdiki, "Men taraka lillahi shay'an illa awwadahu Allahu khayrun minhu." Kimki Allohning yo'lida bir narsani tark qilsa, Alloh subhanahu va taolo yana uningdan yaxshini almashtirib beradi dedi birodar. Shuni tark qilgan birodarlar, Alloh uchun tark qilgan bo'lsa, uchunmisin birodar. Alloh subhanahu va taolo xolasa, inshaalloh Alloh xoladi. Alloh almashtirib beradi. Uningdan yaxshini albatta almashtirib beradi birodar. Shuning qalbingizda iymon bo'lsin birodar. Biz Alloh uchun tark qildik, tark qilgan narsani Alloh uchun tark qildik. Albatta Alloh bizga buningdan yaxshini almashtirib beradi. Addi bir misol. Velillahil meselul a'la. Allohga misollarning eng ustuni birodarlar. Addi bir misol. Shundadir sihiy qarindishingizga, ya'ni sihiylik teshibgan bir qarindishingizga bir hadiyani bering. U sizga albatta uningdan ortiqni qaytarib beradi birodar. Alloh subhanahu va taolo sihiylarning, ya'ni sihiy mardlarning eng yüksek darajada Alloh subhanahu va taoloning dargohida. Albatta Alloh subhanahu va taolo buningdan ushni qaytarishga qodir birodar. Şunu siz verdiğinizden Allah için terk kılgan narsanızdan xushal bo'ling. Çünkü sizge kelgan bir fursat terk qilib oldingiz birodar. İnşallah Allah onu yaxshi almashtirib beradi. Şunu bir narsani terk qilish to'g'ri kelib qolsa, shunda bir fursatni bilib oling. Allah için terk qilishni bilib oling. Mumkin bunday fursat kelmasligi mumkin. Terk qilib oling Allah için, inşallah Allah almashtirib beradi. Bir misolga diqqat qiling. Bir qissaga diqqat qiling. Yani bu ilgir o'tgan kishilardan bir kishi, salih kishi. Bir cho'lda ketib qolgan vaqtda bir hamyonni topib qoladi. Yani buningda zibizinnatli bo'lgan hamyonni topib qoladi. Bu hamyonni olib borsa oltin zibizinnatda turgan. Bu kishi fikr qildiki, buning egasi qanchalik g'amkin bo'layotganini deb o'yladi. Bir kun shu hamyonning egisini izladi. İzdep ahir tapaki. Tapkandan kim bu hamyonning egisi qarasa oltin. Oltinni bir kishi qaytirib bermasa, o'zini izlab kelgan. Hayron qildi bu kishining salihlagiga birodarlar. Hatto shuning ichidan bir jinlarni, ya'ni nimani? Bo'yniga asadigan hal zanjirdan birini oldi, buningga aytdi. Bu san hadiya olib qolsin dedi. Bu kishi aytdiki, men buni Alloh uchun qildim dedi. Buni Alloh uchun qildim dedi. Bunun acırını Allah'ın alaman. Taşlap gitti birodarlar. Bu kishi hayron bo'lib qoldi. Oltin bersem olmaydigan qanday kishi bu. Demek bu salih kishi shu yerdan hajga qarab mangadi. Hajga mangdi. Bu kishi yo'lda ketib berib, kimisi toshqo'rilib ketib pachaqlanib ketadi. Shuning bilan bir yog'och esilib olib, bir quruqliq chiqib qolar ekan. Bu quruqliq chiqqandan keyin yerning ahli, ya'ni musulmon xalq bu yerda bolalarga ta'lim berish kerak ekan birodarlar. Balalarga ta'lim berarken, bu yani ilmi bo'lgandan keyin boshqalar aytarkan ta'lim bersang bolalarimiz. Bolalarimiz yig'ib madrasada masjidda ta'lim berarkan. Ta'lim bergandan keyin shu yerdagilar aytarkan, buningga endi sen ayoling yo'qkan bir o'ylansang. Keyin kim bo'ladi deydi. Chunki bu jutimizda shunday bir qiz bola bor. Bu qizning dadasi vafotlab ketgan. Shuni sana nikohlab aytdi. Men kim bo'ladi deydi. Bu qizni olib keladi. Elib kelgandan keyin bu qizni ham shariat sunnatga loyiq uchrashtirarkan bu kishi bilan. Uchrashtirgan vaqtda bu kishi qarab hayron qolarkan bu qizning bo'yniga qarab. Hayron taajjublanib qolarkan. Bu qiz chiqib ketgandan keyin boshqalar aytayotgan, "Voy, sana nima bo'ldi?"
Bunu başlap kirgan vaqtimiz uni bo'yniga asılgan zincir qarab hayron qoldim qo'da ekan. Degan vaqt bu kishi aytgan, men bir narsani esladim. Bir ishni esladim. Mana bu qizning bo'yniga asılgan zincirni men mushtalangan bir hamyonni teppagan manchilik vaqt burun. Bu hamyonni men ikki qaytirib bergan. Shu vaqt shu egasining shu zincirni bergan, hadiya qilgan. Men shuni Alloh uchun tark qildim, ammayman deb tark qilib ketgan. Hozir men shu zincirni shu qizning bo'ynida ko'rdim, hayron qoldim degan. Shu vaqt atrofda turgan Allohu akbar deb takbir aytgan ekan, birodar. Allohu akbar deb takbir aytgan ekan. Nim bo'ldi degan vaqtda bu qizning dadasi vafot bo'ldi. Bu qizning dadasi hayot vaqtida shunday aytdi. Mening yana shu oltin ziynatlarim shunday yetib ketdi. Shu vaqtda bir salih kishi teptilib buni men qaytirib berdi. Buning zincirini bersam buni Alloh uchun qildim, ajrini Allohdan olaman deb olmadi. Agar shu kishini topgan bo'lsam shu qizimni beribdim degan. Agar shu kishini topgan bo'lsam shu qizimni nikohlab beribdim degan. Alloh subhanahu va taolo uchun tark qildi birodarlar. Allah subhanahu wa ta'ala qo'shatdi. Hadis. Rasul sallam rasululloh uchun. İnşallah tark qilgan narsalardan g'amkin bo'lmanglar birodarlar. Meni nima tark qilgan bo'lsanglar, dunyoni tark qilgan bo'lsanglar, tijoratni tark qilgan bo'lsanglar, yoki maktabni tark qilgan bo'lsanglar, yoki amal mansabni tark qilgan bo'lsanglar, g'amkin bo'lmanglar birodarlar. Allah subhanahu wa ta'ala uningdan yaxshini almashtirib beradi. Shuningga qalbingizda iymon bo'lsin birodarlar. Allah'a shunday yaxshi gumon bo'lsin birodarlar. Salahiddin Ayyubi rahimahulloh yana o'z vaqtida Akka shahrini qurshab oldi birodarlar. Shu qurshab olgan vaqtning o'zida bu Akkada bir munovatdi. Bu muna shu yerdan o'qitib musulmonlarga ko'p azor berdi. Yana bir vaqtda munovat. Musulmonlar o'qitib ko'p azor berdi. Ko'p azor berdi. Hatto buni elishga mumkin bo'lmadi. Qurshab nechilik vaqt o'tib ketdi birodarlar. O'tib ketdi, imkon bo'lmadi. Shu vaqtda bir kichik yosh bola keldi. Yosh bola aytdiki, shu munan o'zim yo'q qilaman dedi. Yo'q qilaman dedi. Qil dedi. Bu kishi yana neft eritish deydi. Shunda bir narsa eritdi. Bu bir qozonni otdi. Bu yoqqa manchanoqni qo'ydi. Ya'ni u nimaga munoq yaqin kelib olmaydi. Manchanoqni qo'ydi. Qozonga soldi, bir narsa eritdi. Köydüydü, mençene koydu. Urunla dedi. Attı, şu tamga çapladı birader. Yani utelip, yani sınak kıldı. Köymegen boş yana saldı, yana attı. Yana saldı, yana attı. Ahire attı, şu revaklı tüten köydürüp etti. Atkan neresi, şunda bir kimyelik neresini saldı, şu revaklı köydürüp etti. Köydürüp etkenliğin için Salahiddin Eyyubi bunu anlat, nurgun kuşun alanmagan biraderler. Bir bana, bir kişi, bir küçük yaş bala yani üzünün işi bilen aldı. Salahiddin Eyyubi çaqırtdı. Hoş olmadı. Şunda hoş oldu. Gel etkile şu balam dedi. Men onun kılgan yaxşılıkka mükafat verey dedi. Onun muvafiq cevap verey, yani cevap yandıray dedi. Bu bala geldi. Bununla hediyeni danlagan vaqtida nurgun hediye. Bu bala aytdi ki, emir, men bunu Allah için kıldım dedi. Bunun acrını Allah'ın alaman dedi birader. Bunu Allah için kıldım, ecrini Allah'ın alaman dedi. Yani Allah için terk kıldı. Şuna kırımdaşlarga aytılgan söz, inşallah Allah için terk kılgan narsalarga birodarlar, inşallah ecrini Allah'dan kutanglar. Ecrini Allah'dan umid qilamiz. İnşallah Allah xolis dunyoda ko'rishni birodarlar. Haqiqatan ko'rdik ko'zimiz bilan birodar. Haqiqatan ko'rdik birodar. Haqiqatan tasdiq qildik. Rasul sallallohu alayhi vasallam yani sözünü ilgirimi tasdiq qilgich yetdik, bu dunyoda ham tasdiq qildik inşallah. Yani ko'zimiz bilan ko'rib, yana bir tasdiq qildik. İnşallah tasdiq qilasiz birodar. Şunun ecrini Allah'dan kutdik. Yani Allah için terk kılgan narsanızga ko'nglingiz yerim bo'lmasin birodarlar. G'amkin bo'lib qolmang birodar. Faqat qalbingizda ana shu hadis yod bo'lsin birodarlar. Allah için terk, kimki bir narsani Allah için terk qilsa, Allah albatta buni yaxshini almashtirib beradi. Mana bu narsa qalbingizda bo'lsin birodar. Xalifelerden bir xalifelerning davrida Rumga qarshi bir g'azot bo'ldi.
Rumga qarshi bir g'azab bo'lgan vaqtda bu yerda bir qal'aga kirmadi musulmonlar. Bir qal'ani ololmadi. Chunki bu qal'aning tomlari egizdi. Yaqin kelgan kishiga ustidan biznes otibdi. Tomga yamish chiqqanlar o'q yotibdi. Hech kim kirishga imkon bo'lmadi adamlar. Darvozalar qilin. Ichida yana chunqu yerni ko'lib olgan, bu yerni ochliq bilan to'ldirib olgan. Sirtqa chiqish qoidasi yo'q. Turaverdi shunda. Balki qo'rshiganlarning ochliqda ketdi dedi. Shunda qishinda qoldi. Shu vaqtda musulmonlardan birsi shu yerni ko'lab, yer bilan qal'ani ostiga kirib ketdi birodar. Kirib ketib yo'lashdi. Qal'ani fatih qilib birodar. Qal'ani fatih qildi. Lekin kimning qilganligini bilmadi. Hech kimning qilganligini bilmadi. Shu vaqtda musulmonlar tashibdan kim buni qilgan? Hatta shu vaqtdagi amir aytdi. Kim buni qilgan o'zi ma'lum qilsin dedi. Biz uningga yarasha mukofot beramiz. Kim buni qilgan? Biz uningga yarasha mukofot beramiz, o'zi ma'lum qilsin. Hech kishi chiqmadi. Oxir bir kun aytdiki, men amirlik haqqi bilan so'rayman dedi. Shu kishi chiqsin dedi. Shunda o'ltirgan vaqtida bir kishi kirib keldi birodar. Kirib keldi. Aytdiki, shuni qilganman dedi. Yana buningga hadiya bermoqchi bo'lgan vaqt aytdiki, ya buni bu kishi ham aytdiki, men Alloh uchun qildim dedi. Lekin buni hech kishi oshkorlamasan dedi. Tark qildi birodarlar. Chiqib ketdi. Shu kishi chiqib ketdi. Shuningdan keyin xalifa shu yerdagi musulmonlarning har qandig'i namozida duo qilsa, shu kishi bilan birga jannat qilib qo'yishni tilaydigan bo'ldi birodar. Har qandig'i agar bizni Alloh jannat kirgizsang shu kishi bilan birga qilsang, shuning darajasida qilsang deb tilaydigan bo'ldi birodar. Mana shunday bir tarix. Shu Alloh xolisa ba'zida oldimizga shunday bir holatga kelib qoladi. Ham biz tark qildik. Nurg'un narsani Alloh uchun tark qildik. Inshaalloh ajrini Allohdan kutamiz birodar. Her bir baskan qadimimizning, tatqin egilchiligimizning, yetgan musibatlarning, qo'rqinchining birodarlar, g'iriblikning butun ajrini Allohdan kutamiz birodarlar. Her birisiga Allohdan ajr kutinglar. Her birisiga Allohdan ajr umid qilinglar birodarlar. Chunki bizning har bir qilayotganimiz Alloh uchun. Bizning tashlashimiz Alloh uchun. G'irib bo'lib yurishimiz Alloh uchun. Qo'rqinchida, yani ustimizda jasus qo'rqiymiz, helikopter qo'rqiymiz. Mana shunday qo'rqinchida o'zimizni qo'yishimiz Alloh uchun birodarlar. Her biriga Allah'ın ecrini kılın. Hem aldığınız şunda tillekip kalış mümkün. Şunda ahvallar fışırap kalış mümkün. Bir nefin Allah için terk kılış doğru kip kalış mümkün. Şu fırsatını kızıyetme birader. Allah subhanahu wa ta'ala inşallah onun da yaxşını almıştırıp terkişi birader. Yani men tereke lillahi şeyen illa avvadahullahu hayrun. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala için bir nefin terk kılıdıken Allah subhanahu wa ta'ala elbette bunun yaxşısını bulan Allah